ayol kishi bozak qilmasan ko'ngling ho'shamamdiki, ullata. Ey! Benim almaydan alım deb жүрген adam nemiz qılatdın buni? Voy buni men yig'latmadim. Sen ayol kishi bozak qilmasan ko'ngling ho'shamamdiki, ullata. Ey birem yig'lama ha. Jim bu mandaq gap. Menda bir mo'cham pul yo'q. Ha? Mandaq bir ishni ko'rib qopti. Qanday ishni? Ya'ni Yeşil Zarg'i joylashgan 1100 ming pound ko'lamdagi oyilimxonasi to'yzali bo'lgan restoronni jiddiylam naytda o'tkazib o'tmoqchi ekan. Ha? Ay 180 40 700 231 degan nomerga telefon qilib aloqa qilishibdi ekan. Yonchuqda 5 ming yo'q. Meninkida bir mo'cha yo'q. Ha? Aşağı loben bo'lsam bo'ldi. Siz pingvin bo'lgandan keyin ashani o'tkazib biring. Nisiga bo'lsin mayli yoki sizning ustingizga qarz qilib yozib qo'ysak mayli deydi. Ya bu xotin algan pul yo'q. Qarz qilib hozir restorandan bir necha birman har qancha aza o'tkazib olgan ish bo'lsa, boshqalar o'tkazib olsin, avat urga. Shu qitmayman desam yig'layapti. Ben pul tapsam kim kaçlaydı? Işıqlama. Olmaq putulaq. Ye, bu men tutsam ayıp söylesem ko. Bu ishimizning münasibeti var. Men degan pingvin Shimoliy qutbdagi so'g'oq yana xohlayman, issiqdan qo'rqma. Lekin sizmi odatda issiqdan bak qo'rqsiz a? Gradus 30 chiqib ketdi. Chuqum erib ketgan deyman. Eng yaxshisi meni quyutirga chapdishib qolganda hen tursiz.